Assalomu alaykum, hurmatli Rim ustuni ashaddiy muxlislari. Akalar, bugun men sizlarga Xudo xolasa Rim ustullari haqida podrobli ma'lumot berib, narxlarini tanishtirib o'tmoqchiman. Boshlaydigan bo'lsam, birinchisi mana shudan boshlaylik. Mana korpusi tuvagimiz bor, keyin mana qanday yo'l to'sib qo'ygan narsalarimiz bor. Tuvagimiz narxi $200. Keyingisi 30 lik hamda 35 lik tumbalarimiz. O'zi buni usta akalarimiz, quyilganlar juda yaxshi bilishadi. Narxi donasi $200 dan ikkalasining ham puli bir xil. Balashinalarimiz ko'rib turibsizlar. Buni akalar mana shu reshotkalarini metri $200 dan, tumbasi alohida bir donasi $120 dan. Bitta ham ko'rsatib qo'ying-da, mana har qanday ko'rinishida narxi bir xil bo'ladi. Metri $200 dan, tumbasi narxi $120 dan. Ko'rib turibsizlar akalar, bitta Rim ustunlari. Birinchisi 300 lik turburchi ustunimiz. O'sha qalin kilogramm og'iridan bo'yi 4 metr bo'ladi. Narxi ikki xil varianti bor. Mana eng tepasida ko'rsangiz bo'ladi, guli bor, pastki qismida. Ana shu guli borining narxi $500. Guli yo'g'ini narxi $450. Ikkovsining ham sifati bir xil bo'ladi. Keyingisi 250 lik yumalog'imiz. Buni hozir bizda nalichida borini kilogramm yengilrog'i narxi $350. Buni ham bo'yi 4 metr bo'ladi. Xo'p, bunisi bo'lgan bo'lsa 300 lik yumaloq ustunimiz narxi $450. Kilogramm og'iridan men tavozi ham qo'yib qo'yganmiz. Bitta detali 1 kilo 300 grammdan chiqdi. Hop, bunisi bo'lgan bo'lsa 350 lik yumalog'imiz. Buni ham bo'yi 4 metr bo'ladi. Narxi $500. Bitta detali 1,5 kilo chiqdi, hozir tortib ko'rdik. Xullas qalin, yaxshi baquvvatidan akalar, garantiyalari ham bor qoliblar. Bunisi oxirgisi o'sha bizdagi eng qalin 40 lik yumalog'imiz. Buni narxi bo'lgan bo'lsa $550. Xullas akalar, kimga mana shunaqangi sifatli ham arzon Rim ustular kerak bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat.